Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar. Bugungi mavzuimiz nihoyatda dolzarb bo'lgan mavzulardan, jamiyatimizdagi bir illatlardan hisoblangan internetning oilaning parokandaligi qilayotgan xizmati mavzusida bo'ladi. Barchamizga ma'lumki, 21-asrda fan texnika rivojlangan asrda internetdan foydalanuvchilar soni kun sayin ko'payib bormoqda. Internetdagi ijtimoiy tarmoqlarning oila va jamiyat barqarorligiga solayotgan eng katta tahdidlardan biri ular bilan muloqotlar sababli ko'plab tinch-totuv oilalar barbod bo'lib ketayotganligidir. Ma'lumotlarga ko'ra, bir kunda o'rtacha 30 million kishi Atlaklassniki eshigini qoqadi. Ularning 62%ni 15-25 yoshli kishilar tashkil etadi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib dedilar: Qiyomat kuni 5 narsa haqida, ya'ni inson umrini qanday o'tkazdi, yoshligini nimaga sarfladi, molini qayerdan kasb qilib, qayerga sarfladi va bilganiga qay darajada amal qilganligi to'g'risida so'ralmaguncha bandaning qadami Alloh huzurida oldinga siljimaydi dedilar. Hozirgi kunda yoshlarimizning internetda turli xil behayo, bema'no o'yinlarni o'ynaganligini guvohi bo'lmoqdamiz. Ular bu qilmishlari bilan jamiyatga, oilaga nihoyatda katta zarar keltirmoqdalar. Eng muhimi, insonga Alloh taolo tomonidan berilgan eng katta ne'matlardan bittasi sihat salomatlikka nihoyatda katta zarar keltiradi. Muhtaram yurtboshimiz, farzandlarimiz bizdan ko'ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo'lishi shart deb ta'kidladilar. Shunday ekan, kelajagimiz, vatanimizning istiqboli bo'lgan farzandlarimizni bugungi globallashuv davrida yuksak ma'naviyat, odob, axloq tarbiyasiga e'tibor kuchaytirishlik dolzarb vazifadir. O'sib kelayotgan yosh avlodni diniy, milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ular qalbida o'z xalqi, vataniga mehr, sadoqat tuyg'usini kuchaytirishlik va har xil buzg'unchi kuchlarning axborot xurujidan ogoh etishlik, munosib himoya qilishdan iboratdir.